Assalomu alaykum. Farg'ona Avzor Ashaddiy muxlislari. Hozirda biz Farg'ona Kirgizli bozor chiqamiz. Bugun bozor bo'lmaydi, lekin sizlar uchun bozor kunidan tashqari video qilyapmiz. Chaqirishdi mebelchilar. Bugun 13-iyul 2026-yil hafta kuniga dushanba. Videoni ochiq ko'rsalaring sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bittadan like bosib yaqin jo'natib qo'ydi. Bu yerda qaraydi. Spani garnitur bor, zo'r holatda akril. Bu yerda ham spani garnitur bor. Bitta stenkasi ham bor ekan. Bundan tashqari yangi oshxona mebellar bor bu yerda mana. Yangi oshxona mebellarni Toshkentga ham dastavka qilib chiqarib berishyapti ekan. Yo'l kirasini kelishsalaring. Videoni ochiq ko'rsalaring sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Pastda Telegram kanalimiz bor. Farg'ona Obzor deb yozsalaring ham Telegramga chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerga ham vaqti arzon narxlarda shkaflar, buni mebellar yuklab boryapmiz. Bu yerdan ham xarid qilishlaring mumkin. Hozir shu yerdagi mebelchi akamizdan to'liq ma'lumotni olib o'tamiz. Keling bo'lmasam aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bu oshxona mebelda yangi o'zlaringiz ishlab chiqarasizlar. Ishlab chiqaramiz. Biz zakaz kelmasa beraveradi. Xohlagan razmerlarni. Birinchi bo'lsa mana shu yotoqxona mebelini narx-navosi bilan bitta obzor qilaylik, keyin ularda razmeri bilan oshxona mebellarni mana narxini aytib o'tamiz. Bu termolari mana ko'rishaveradi. Bu akrillar. Akril bular. Bu G'aladonlari uchovi ham milatiroli. Mana 3 ta g'aladon. Aylanani ko'rsating, farset. Xo'p, moch paneli. Bu tomoni vishilka. O'rta. polka bo'ladi. Polka o'rtalari. Bu tomoni ham vishilka. Tevalar svetlargacha ishlaydi, ulab qo'ysa. Mana ikkita tumbasi bor. Ha, tevada tumbalari ko'rsating, ochib ko'rsataveramiz. Motspanligi, taylar dispi, matraslari yangi. Bitta butun ekan dispi. Ha, butun. Ulag'i yo'q. Bu boshlargacha ochiladi ikki tomoni. Ikki tomoni ochiladi. Mana. Joy-joyda, mana shu tumbasi tevada joyimiz torlik uchun. Xo'p, endi uni necha pul? Komplekt. Bu komplekt dastavkasi 4 million qilib beramiz. Mana shu akrilda. Dastavkasi alohida yo dastavkasiz qo'yamiz. 4 million. Orqalari ham lamina. Ashaq o'taydi. Endi bu ikkinchisi. Shfanerani bitta uzoqdan ko'rsatib ko'rsating shfanerini. Tevada tumbalarni ham ko'rsating. Uzoqdan ko'rsataylik, mana bu qaraydi. Ha, alohida. Yo'llari ham juda ham chiroyli, zo'r fasonda bo'lgan. Trimosi, ikkita tumbasi. Holatlari zo'r holatda mana. 4 million so'm dastavka kelsagan narxlarda. Xo'p, keyingisi mana spaniya. Buni ham matraslari ikki yog'lama mana taylarigacha. Taylar butun ekan tayya. Ha, butun. Ko'jalari o'ziniki. Bu termosi. Bu ham xuddi o'sha ikki teshik g'aladonlari. Mana 3 ta g'aladon. Bu ham xuddi o'sha singari vishilka bir tomoni. O'rta. Polkali mana. O'rtalari. Bari ham vishilka. Mana. Xo'p, bu tumbalari. Uniki ham tevada. Ikkita tumbasi ikki u yoqda. Spaniydi yonida. Termos shu, mana ikkinchisi. Necha puldan u komplekt? Buni 3 million dastavkasi qilib beraveramiz. 3 million dastavkasi alohida. Alohida qilib beramiz. Endi servantlarimiz bor. Servant bor. Bu MDF. Mana aynaklar joy-joyda o'ziniki. Yomon, juda chiroyli servant ekan u. Ha. MDF. 3 ta g'aladon. Nariyonda bag'ada. Buning ham polkali eshiklar, ag'ada-bag'ada mana. Ancha narsa sig'ib ketadi. Mana avvalni eshiklari ham ishlaydi. Mana kinopishni. Aynaklari o'ziniki, ko'zgulari bor. Narxi necha pul? Narxini mana shuni $100 qilib beramiz. 1 million 200 ming. 200 ming so'm qaraydi. Dastavka endi kelsagan narxlarda. Ana u ham akril. Bu anoni span nimasimi? Xuddi shuniki, alohida olishsa alohida ham bo'laveradi. Alohida olsang ham bo'laveradi yoki bitta qilib olsang ham bo'laveradi. Narxini ham ko'rsataman. Ko'zgular joy-joyda mana. Ko'zgular, polkalari anaqa laminat ekan. Uchovi ajraydi. Yakka mana. Bu tay ham ajraydi ekan. Tay ham tushib bo'lmagan. Ajraydi, taygacha mana. Bu ham 1 million 200 ming. Bu ham 1 million 200 ming so'm qaraylar. Xohlasalar mana shu spani garniturdiki ekan. Xolasi alohida olishsa. Xolasi alohida olsang, bitta qilib olsang ham bo'laveradi ekan. Xo'p, endi oshxona mebellari. Endi bular yangi oshxona mebellarimiz mana. Bu chekkalar plastmassan? Hamma yo'g'i plastmassa, bu tashchalargacha stanoydiki, unaqa osha-moshalar vakuum.
O'zi yopilar. Ba'zilarida nasoslar bor. Bu tomonlari ham bir xilda mana. Hech qatiga bir qarcham qog'oz bor. Bu tekstil zavodiga orqa DPS 1 laminat. Hozir qarang, mana bu orqasi ham xuddi shunaqa laminat. Shundan laminat. Hali yupqa Yo'q, do'ppadan DP emas. faner qoqib qo'yilgan yo'q. Taylargacha mana shu kironkalarimiz bir xil. Taylar. Bu tekstil. Tayda pechat ham turibdi. Uni olib ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi zavodiga. Suv shimmaydi. Buni Milatiy roli mana taylarni eshiklar qo'yib yuborilaveradi, o'zi yopilaveradi. Bular 180imiz. Mana bu sveti ham bor, 180 bu sveti ham qorasi bor. malushni. Ha, Bo'yi necha bo'lyapti? 180 bo'lyaptimi? Bu 186, 2 deyishaveradi, 186 chiqadi bu narsa. Chiqadi. Ha. 186 ga manaqasi Ha, eni. bular ham bir 180, xilda. 180. Hammasi mana shu kironka toza, PVH tashchalari bor, sochiq siladigan. Sveti farq qiladi xolos. Mana shularda 1.600.000 beryapmiz, 180. 180, 1.600.000 so'm qaraydi. Bular 120lar. 120. Xuddi shu tekstolet, orqalari shundan, hamma yo'g'i g'aladoni ham shu bir xilda. Mana yana ochib qo'yamiz. Mana shularimiz 120lar, 1 million qilib beryapmiz. Nasiblargacha bor. Polkalari ham ko'p ekan. Ha. Antanasi ketdi suvga. Bu 120lar. Mana 1 metrlik. 1 metr. Xuddi shu bir xilda. Ashlar bilan mana Yo'llarni ko'raverasiz mana. Oshxona. Tovoq kironka, hamma yo'g'i g'aladonigacha. Bularni 900 ming qilib beryapmiz. 900 ming so'm. Ha. Och to'q svetlari bor. Bularda hozir 90ligi ham bormi-da? Necha? 90lik bordi, bugun tugadi. Yo'q, Hali bor. sotib yubordim. Hozir qarang, bular mo'yka o'rnatsa bo'ladi. Mo'yka o'rnatib beramiz. Misol uchun mo'yka o'rnatib O'ngga bering desa, chapga biz deysa. o'rnatamiz. Necha pul qo'shiladi mo'ykasiga? Mo'yka 170 ming. 170 ming qo'sh. Go'fralari bilan zaylamaydigan mo'yka 170 ming turadi. Go'fralari bilan Ha. smistitli bo'ladimi? Yo'q, simistitli bo'lmaydi. Simistitli bo'lmaydi. Simistitli bo'lmaydi. Go'fra taydek go'fralari bo'ladi. Taydek go'frasi bilan mana shu aytilayotgan narxlarga 170 ming so'm qo'shiladi. O'zlari o'yib nima qilib berishadi, keyin o'rnatib qo'ysalaring bo'ldi, olib borib o'sha santexnik chaqirib, men o'zlari o'rnatib qo'ysalaring bo'laveradi. O'z 170 ming so'm qo'shilib qoladi mo'ykasiga. Zakazga ham yasab berilaveradi, xudo xohlasa. Xohlagan razmerini qilib 2 metr, yasab 2,5 metr berilaveradi. desa, mo'yka, gaz, pas, vitishi qo'yib yasayapmiz. ha, shunaqalar ham yasalyapti. Ha. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir mana shu oshxona mebellar Toshkentga ham chiqaryapsizlar. Toshkentga chiqaryapmiz. Olib sotarlarga ham chiqaraverasizlar. Ha, Ularga. olib sotar Qo'qonga ham beryapmiz. Mhm. Ha, agar eski mebellari bo'lsa olaveramiz. Eski mebelni sotib olaverasiz. Ha, chuxunliklarimiz yangi o'zimiz ishlab chiqaramiz. Mana shu nomerga telefon qilaverasiz, ekran pastiga yozib qo'yamiz. Shunaqa ishlatilgan mebellaring bo'lsa ham sotib olishaveradi. Vodiy bo'ylab bittadan like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.